Assalomu alaykum aziz do'stlar, xabarchi o'z kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videolarimizni oxirigacha tomosha qiling. Albatta, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va video ostida bir dona like tugmachalarini bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz esa boshladik. Andijonda advokat stajyori va sherigi $34,000 ni noqonuniy olayotganida qo'lga tushdi. Andijon, Buxoro, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida advokatlar noqonuniy pul olayotganida ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi tomonidan prokuratura va ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Bo'ston tumani faoliyat yurituvchi advokatlik byurosining advokat stajyori hamda 1984-yilda tug'ilgan shaxs o'zaro kelishgan holda o'zganing nomida bo'lgan 34 sotix noturar yer maydonini kadastr tizimidagi tanishlari orqali xaridor nomiga turar joy sifatida rasmiylashtirib berish evaziga $34,000 olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Boshqa holatda esa Toshkent shahridagi advokatlik firmasi advokat qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi xo'jalik yurituvi subyektlarining mansabdor shaxslariga nisbatan Bektemir tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 184 va 189-moddalari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha 4 nafar fuqaroni javobgarlikka tortmaslik va qamoq ehtiyot chorasi qo'llamaslik evaziga $25,000 talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departament xodimlari hamkorligida Olmazor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda ushbu pul mablag'ini advokatning ko'rsatmasiga asosan uning 1987-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan tanishi olgan vaqtida ushlandi. Buxoro viloyatida kuzatilgan holatda esa Peshku tumanida faoliyat yurituvchi advokatlik byurosi advokati 2024-yilda jinoyat ishlari bo'yicha mazkur tuman sudi tomonidan sudlangan fuqaroga oid ishni ko'rsatishga instansiyasida ko'rilish jarayonida unga nisbatan oqlov hukmi chiqarish masalasini sud tizimidagi tanishlari orqali hal qilib berish evaziga $12,000 olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi advokatlik byurosining muqaddam sudlangan ishchisi Shayxon Tohir tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining tergov bo'limi ish yurituvida bo'lgan Jinoyat kodeksining 131-moddasi bilan poytaxtdagi spa salonlaridan birining boshqaruvchisiga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini tanishlari orqali tergov jarayonida tugatishga ko'maklashish evaziga o'zining 1993-yilda tug'ilgan tanishi orqali $10,000 olgan vaqtida ushlandi. Tergovga qadar tekshiruv davomida advokatlik byurosi ishchisi ushbu masalani o'zi ishlayotgan advokatlik byurosi advokati orqali hal qilib berishni rejalashtirgani aniqlanib, tezkor tadbir davom ettirildi va byuro advokati ham mazkur pul mablag'ini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, advokatlik byurosi ishchisi spa salon boshqaruvchisidan muqaddam $4,500 olgani ham ma'lum bo'ldi. Hozirda barcha holatlar yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Firibgarlik va pora uchun qo'lga tushgan advokatlar 2025-yilning yanvarida Toshkent shahrida advokatlik firmasi advokati $20,000 olgan vaqtida ushlandi. U 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi bo'yicha hozirda shahar sudining kassatsiya instansiyasida ko'rilayotgan shikoyatni mansabdor tanishlari orqali ijobiy hal qilib berishni va'da qilgan. 2024-yilning martida Qoraqalpog'istonda advokat giyohvandlik vositalari ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni ko'p miqdorda qonunga xilof ravishda sotish bilan ayblanayotgan shaxsga yengillik qilib berish evaziga sudyaga $10,000 pora berayotganida qo'lga tushgandi.
O'sha yilning aprelida Toshkentda muqaddam sudyalik qilib advokat $75 ming pora olganida ushlandi. Bu pulni qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash va odam savdosi bilan sudlanib 8 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilingan shaxsga nisbatan tayinlangan jazoni yengilroq jazo turiga almashtirib berish evaziga olgan. Xabarchi.uz kanali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlari shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.